Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Assalomu alaykum, hurmatning cho'qqisiga sazovor, el yurtning chinakam fidoyi, jonkuyar, xalqimizning yaxshi kunida yo'ldosh bo'lgan muhtaram san'at egalari. Sizlarni 15-aprel O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan nafaqat o'zimning nomimdan, balki butun Chiroqchi madaniyat bo'limi nomidan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Hammamizga ayonki, inson qalbiga oliyjanob fazilatlar, ezgu his-tuyg'ularni singdirib, jamiyatni birlashtirish va taraqqiy ettirish, xalqni, vatanni tarannum etishda madaniyat va san'at xodimlarining o'rni beqiyosdir. Aziz san'atkorlar, muhtaram soha faxriylari, sizlarni qutlug' bayram O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va san'at xodimlari kuni bilan yana bir bor samimiy tabriklayman. Barchangizga mustahkam sog'lik, ijodiy va ijtimoiy faoliyatingizda ulkan zafarlar, xonadoningizga tinchlik, baxt va saodat va farovonlik tilaymiz. Hamisha xalqimiz ardog'ida bo'lib yuring. Boringizga shukr. Sizlar bilan hayotimiz go'zallikka boy hamda mazmunlidir. Bayramingiz muborak bo'lsin.